Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Sog'lom hayot programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshid Nidiqut. Bugungi bu sog'lom hayot programmamizda oshqozon kasalliklar haqida Uyg'ur tibobat nazariyasi asosida suhbat olib boramiz. Va bugungi bu programmamizga Uyg'ur tibobati tadqiqot vaqfi raisi professor Mutallib Ali Hoji Amchi efendim bilan Uyg'ur tibobati tadqiqot vaqfi mutavalli hay'at raisi Abdullahat Ali Hoji Amchi efendimle bugünkü program sayılı bulduk. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Ve bugünkü bu programımız Nah Meydan arkalık buludu. Yani YouTube, Facebook'tan buludu. Bu programı alakadar sualına bulup kalsa fikirler kısmına yazıp koysanlar inşallah cevap kılımız. Unda olsa Abdullahat efendim sizden sual başlayıp kessem. Şu aşqazanın ki şu anatomiyalik tüzülüşü ve fizyolojiyalik hizmeti ve keselikler hakkında azıcık düşünce bergen bolsanız, bunu bir özümüzden tilda bir yana. Aşqazan degan nima o? Yani aşağıdan sorsak bu daha hoş bizden özümüzden tilda. Çünkü anatomiya, fizikiya degende bizim düşünüşsel kaldım aşqazan degan nima? Nima ish qiladi, nima ish qildan, nima xizmati bor? Mushuni bir azroq tushuntirib bergan bo'lsangiz. Demeylege ma'lum bo'lgandek bu insonning bedenning organlari har vaqt uzuqlikka ehtiyojliq. Uzuqlik bo'lmasa o bedendeki organlar acizlab qoladi, qarib qoladi, uprab ketadi mesela. Aşu uzuqlik olgandan upargan, acizliğe yali güçlənadigan gapken. Yani şu içimizge kirgen her qanday mayli yumşaq, mayli qattiq yemek içmeknin ki hemmisi şu hazm sistemi ve organlar arkalık bedenimizge kirdendi. Şunun ki anısı en çoğu, en mühimi aşqazan boğaçqa, aşqazan deptik. Bulmasa bu hazm sistemi əzaları ne tunuşturuş doğru kıldı öyle. Hem de hazm sistemi degen neme dese, vücudumuzga kirgen yemek içmeklerini parçalap, şümürüp, avval onu suyuqluqqa aylandırıp, keyin onu en küçük moleküllerge özgertip, insanın vücuduga ihtiyaclık bo'lgan kuch kuvvet yani energiya süptide hücrelerge ve tokulmalarga yetkizadigan a'zolarni hazm sistemi a'zolari, organları deymiz endi. Aynı vaqtda endi biz yegan yemeklikler aşında küçük moleküllerge özgürep, kanga özgürep, kan arkalık hücrelerge basa bu singini biyokimiyalik sınıştın kinki nemesi sistemi. Eğer sınmışço, sınmayanları hem de sınmayan uzuqluqlarını yumuşak, inçki 3 ay, kalın 3 ay arkalık, mekat arkalık sırtqı çıkırıp etken mi? Yine şu hazm sistemi kirediken hem de. Muşu hizmetlerini kılıdığan, yani bir taraftan işimizge kirgen yemek içmekini sındırıp vücudumuzga sunuşu energiya süftüde hücrelerge yetkizişi, yeni biri sınmayanlarını mekat arkalık teşkil çıkarışı bu şu hazm sistem organlarının ki hizmeti endi. Aşqazanın hizmeti mi? Tabii ki şunu qatada. Aşqazanı biraz tefsilarak düşündürüp ötmekçi. Hem de hazm sistemiga tabi bo'lgan yoki şu hazm sistemi organlarga yordamlashadigan a'zolar, organlar qolsa desa, hammamizga ma'lum bo'lgandek, mush og'zimiz, eng avval og'zimizdan boshlaymiz o yemek içmekni. Onu tishimiz chaynaydi, tilimiz bunda aylandırıp beradi, tükürük bezleri onu yumuştup beradi, ondan keyin yutqunchaq yutudu, qizil o'ngach onu kötürüp apırıp aşqazanga yetkizadi. Aşqazan onu texmi yumuştudu. Ondan keyin inçki 3 ay, qalin 3 aydan ötep bu cigerge kiridi. Cigerde biyokimiyalik özgürleşten keyin qanga aylanadi. Yani bir taraftan bunun aşında yumuşağa bizimki öt, pankreas qatarlıq a'zolarımı qatnışıdı hem bizimki. Miyada hem de şu kürünep durup da kızıl küren gene aşı bizimki aşqazanımızken yeşil renkli tuğunu tal deyimiz hem de talnama hizmetine ait mühim. Şu da materyaptikisi ciger rengi tuğunu ciger zaten. Onun aslındaki yeşili safra kesisi deydiken Türkler onu öt deyimiz hem de. Öt mu? Bir kız suyuqluq işlep çıkarıcı. Bu ma şu tamakın ki hazm buluşuna ait köp bir faydası oldu. Ma pastki appendix bu sokuv şey deyimiz hem de biz Uygurca. Muşundaq a'zolar muş qosqimizning ki resimini miyadi koyaptı mı ne?
Hem de biz şu ağzımızdan kirgen tamakla, yemeklikle kızıl öngeç arkalıkmışda ağzımızdan ötep nimegi kirdi, aşkazanlı kirdi, aşkazandan ötkendiğin kin üçeylerge mavem değil ağzımızın içinde bezleba dedik mesma. Hoş. Ama şu tamakını yumuştup birdiğen bezler buldukken. Bez şu ağzımızdan materpedin buldu, tilimizden aslında buldu degen, şu bezlerini ki gelimizden içindeki bezlerini köştürgen resimken şunu çıkarıptı. Onun dinkin hem de Mehmet şu inçki 3 ay, kalın 3 ay diğerlerini kösetmekçi. Aşkazanın işte ciğerinin aslında inçki 3 ayla, kalın 3 ayla, mek'at, şu ezalar hemmisi şu hazım ezaları bulup birbirine hemkarlaşıdığan, birbirine yardımlaşıdığan ezalar kenendi. Onun dinkin de pankreas nama hizmetine ait mühimken, şu pankreas diyenimiz hem de bu şu bir xil suyuqluq işlep çıkarırken, bunun hizmetini biraz dinkin tefsirlere tunuşturmakçı. Hem de gepimizde yana kaysak, aşkazan qo'saq boşluğunun sol taraf yuqori qismiga joylashgan bo'lib, aşkazan degan hem de aşkazanning tüvi, aşkazan tini, aşkazan chiqish eg'izidan iborat 3 qismga, 3 bo'limga bo'linadi ekan. Aşkazanni hem de Arapçada ma'da deb buni ayni bilan ma'da deydi. Ma Türkler mide. Şu Arapçadan ağlakende bula. Ama konu Osmanlı zamanındaki Türkçede aşkazan deb bulunma şunda ataydıken. Gerçi ma yeni evlatlar bunu bilmiyor mu? Ama asli Türkçe ismi bunun aşkazan ken. Hem de hakimden aşkazanın ki çoğun küçüklüğü biraz farklı bulduken. Bazılarının sel çoğunrak, bazılarının ki küçükrak bulduken. Lakin hemmisi kerliş, kıskıraş hususiyetiga ega bo'lg'ach, endi buningki oshqozonning sig'imchanligi 1,5 litr bilan 4 litrgacha suyuqlikni saqlay olar ekan, vaqtliq saqlab tura olar ekanda endi uni qilishga. Oshqozon sirtqi qavati, o'ttir qavati, ichki qavatidan iborat 3 qavat perdedan tuzilgan. İchki qavatida shilliq perdelar, sirtqi qavatida siliq muskullar, epidelibiya to'qilmasi deydi ekanmiz. Onun o'ttirisida yanıla shilliq perdeler bulup, aşı shilliq perdelerinin yalluğunun qalğını aşqazanның yalluğunun şeyi deb ataydı ekanmiz. Çünkü aşı shilliq perdeler bizge yegan tamoqni hazm qilishga yordamchi bo'ladigan suyuqliqlarni ishlab chiqarib beradi ekan endi. Endi mushu aşqazan hozir ko'rinib turgan mushu aşqazan mushuninki shunda 3 qismga bo'lendi dedik, 3 qavati bor dedik. Aşqazan onunğa kirgan yemekliklarni hem fiziklik jihatdan hazm qiladi, hem kimiyalik jihatdan hazm qiladigan organ hamdi. Şuna yumuşak yemekliklerinde suyuq, asan hazm bo'ladigan tamoqlarni tavsiya qildik o tiyip odatda kasallarga. Endi asan hazm bo'ladigan tamoqlar 20 minut ichida oshqozondan hazm bo'lib, sirtqa chiqib ketalaydi ekan. Ammo sal qo'yoq, qattiq tamoqlar cho desa 1,5 soat vaqt oldi ekan shu nimadan singib oshqozon chiqib ketishar uchun. Endi biz başta shu tamoq og'zimizga kirgandan keyin qizil o'ngach orqali oshqozonga yetidi dedik emasmi? Endi bu yerda siz so'rgan oshqozon ve hazm organları bilan munosabatli kasalliklarning turini so'radingizmi? Kasalliklar turiga kelsak, şu qizil o'ngach kasali degan kasal birinchi hazm a'zolariga, hazm organlariga munosabatli birinchi kasal hisoblanadi ekan. Buni Uyg'ur tabobida ve Arapçada veremi meri deb ataydi. Hazm sistemi şu qizil o'ngach degan nima desa, u bir kanal a'zo bo'lib, biz yegan tamoqni yutganda qiqilish karakterlik təhtür qısqırab, tamaq lokumlarını aşqazanğa yetkizib beradigan a'zo. O astın o'ngach, o'ttirchish ve yutqun chaqdan boshlangancha diafragmini tishib o'tib, onun astı tarafidagi oshqozongacha tutishadi ekan. Onun uzunluğu taxminan 25 santim keladi debdimiz. Hem de her xil gıdıqlığıç maddelerinin qizil o'ngach shilliq perdelerini gıdıqlash orqali yalluqlansa, yutish ishi qiyinlashib, to'sh so'ngak orqasi etishib og'riydigan kasallik. Bu kasallikda hamda Uyg'ur tabobida veremi meri yoki iltihobi meri deb ataydi ekanmiz. Bu birinchi kasalligimiz bo'ldi. İkinci kasallik nima desa, oshqozon hazm ojizligi. Yani zaifi hazmi deb ataydi ekanmiz Uyg'urchada.
Aşqazon hazm ojizligi degan qanday oldu desa, har xil sabablar tufayli aşqazonning normal xizmat faoliyati to'sqinlik uchraganda ishtahosi tutilish, qo'rsoq ko'pish, ko'ngli elishish, qusish, ichi surish, sesiq kekirish qatorliq alomatlar ko'riladigan kasallik mushu hazmi zaifi hazmi deb ataydi ekanmiz. Bu bir ikkinchi kasal. Uchinchisi desa oshqozon yallig'i, ya'ni iltihobi maida deb ataydi ekanmiz. Har xil sabablar tufayli oshqozon shilliq pardalarining yallig'lib qolishi bilan sol taraf ustungi qo'rsoq qismi og'rish, qo'rsoq ko'pish, ishtihosizlik, kasallik taraqqiy qilganda ko'ngli elishish, qusish, istihosi tutilish qatorliq alomatlar ko'rilgan kasallik. Bu Uyg'ur tibbiyotida buni iltihobi maida yoki varami maida har deb ataydi ekan. Bu kasallikning paydo bo'lishi asta, uzunda paydo bo'lgan, ammo paydo bo'lgandan keyin tez taraqqiy qiladigan bir xil kasal ekanimdi. Yana bir kasallik çoğuduşa aşqazonning tuvallab ketishi. Aşqazon o'rnidan sal pastga tushib ketgandek istirhoi mayda deb qo'ydi ekan buni. Endi buni aşqazon tuvallash kasali bo'lib, qirinimiz endi biroz tuanga tushib qolgandek his. Har xil sabablar tufayli aşqazonni muqimlashtiruvchi taramushlarning bo'shib aşqazon tuvallab ketishidan iborat. Bu neticede ishtihosizlik yana boshda deyilgandek, ko'ngli elishish, qusish, to'yinib tomoq yegandan keyin oshqozon tuvanga tortgandek sizin bo'lish, kekirish qator alomatlar ko'rilgan kasallik. Bu kasallikni Uyg'ur tibbiyotida istirhoi mayda deb qo'ydik ekanmiz. Endi buning sababi desa g'ayritabiiy xilitlarning eshib ketishi, yemek-ichmak odatining to'g'ri bo'lmasligi, uzun muddat to'yinib tomoq yeyish sababidan oshqozonni muqimlashtiruvchi taramushlarning ko'tirguchi kuchi eshib ziyoda so'zilishi qatorliq har xil sabablar bor ekan buning endi. Oxirida oshqozon osti bezi, ya'ni varami lablabiya deb ataydi ekanmiz buni. Oshqozon osti bezi oshqozonning osti tarafiga joylashgan tor ammo uzunchoq olqondan chaynakcha borg'udak uzunlikdagi bir bez kanali bo'lib, u kanal oshqozon osti bez quyrug'idan boshlanib, oshqozonning tuganchisida o't bosh kanali bilan birikib 12 barmoq uchagiga tutishadigan bo'lg'achqa, shuning osti taraflari va shu yerdagi suyuqliklar shu suyuqlik bilan o't xaltisi ishlab chiqargan suyuqlik har ikkisi 12 barmoq uchagiga tamad ekan, 12 barmoq uchay ichidagi yemekliklarni parchalab yug'urish xizmatiga yordamchi bo'ladi ekan. Endi mushalarda agar bir iltihoblanish, yaralanish paydo bo'lib qolsa, buni varami lablabiya deb ataydi ekanmiz endi. Endi mushu kasal taraqqiy qilib ig'irlashib qolsa, o'ylanib ketadigan ahvol paydo bo'ladi ekan, hatto o'lib ketadigan ahvol chiqadi ekan. Shunga bu kasalga doktorlar munoyat qattiq sezgur qaraydi deb yozibdi kitoblarda. Endi mushu bu oshqozon va yana hazm organlariga munosabatli kasalning turi bek ko'pkan. Endi miyada eng ko'p ko'riladigan bir nechini izohlab o'tgan bo'ldik. İnşallah yana davomini ikkinchi so'zlaymiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Yana bu oshqozonning yana nurg'un kasallari bor ekan, kasalliklari har xil ekan buni. Badanning har xil yerlarida bo'lgandek. Unda sizning Alloh razı olsun. Unda bo'lsa Mutalib efendim sizdan so'rasam, mushu ko'p uchraydigan mushu oshqozonni ko'p uchraydigan kasalliklar to'g'risida va mushu davolash usullari to'g'risida so'rash ilgari kalom bilan kelib qolganda shuni so'ralayman shu to'g'risida. Yana abay ustoz deb o'tdi, oshqozonniki 1,5 litr dedilar. 4 litrgacha suv saqlash nimasi bor dedilar. Suyuq saqlash. Vaqtliq saqlaydi. Vaqtliq saqlaydigan. Masalan, vatanlarda biz vatanda yoki chet el chiqqandan keyin anglaydiq cho'nglarimizdan. Cho'nglar o'sha deydi. Burun bizning cho'nglarimiz munchida qo'yni yeyitib, munchlik nonni suvga chimilib, ko'may turib, keyni qo'yib yeb deb har xil gapni anglagan. Onun bek işin ketmeydi, işini tutuq çoğunlarımız bo'lgandan keyin, aşağı yegendi, kömgenden keyin, ama atrafımız bo'lmaganda işin ketmeydi. Ama çetel chiqqandan keyin qarsaqmi, yani ba'zi yerlarda tomoq yeyish musobaqasi, ko'p yeyish musobaqasi deb bir necha video uchrab qoldi. Shuni qarsam, o'zi minchilik kelmaydi, o'ruq ba'zi insonlar nurg'un tomoqni yeb, pizza deydigan, hamburger deydigan har xil tomoqlar bor ya. Aş tomoqlarini normal inson 10 kun yeydigan yoki bir hafta yeydigan aşda tomoqni bir o'ltirishda yeb o'tib kekirib qopib ketganini ko'rdikcha. Bu oshqozonniki cho'ng kichikligi bu cho'nglamdi ashda. Asosda cho'nglab cho'ng kichik bo'ldi ya. Shunchalik darajada cho'nglab ketamdi.
yoki u bir kasallikmi oshqozon cho'nglik? Shunday qisqa deb bergan bo'lsa. Uni hamda o oshqozon aslida shu qirini shu ham deydi, qo'yning qirinasini yedik, o'pkalan bilib pishirib ekan degan. Onun baya ablatacım degandek o to'qilmalari endi ichki o'tira sirtqi deb 3 cho'ng qavatdan bitilgan. Ash qavatlining har birisida har xil bunda to'qilmalari mundaq kelgan, uni ustiga mundaq kelgan deb o to'qilmalarining bunda yipchilari har xil shaklda bo'lib, chinglamda qattiq. Ammo so'zilishchaligiga. O shu az ise kichik bo'lib turgan, ko'p ise kərlib çoğ o'tgan o ayolning balyatqisiga o'xshash elastiklikka ega. Anda olgandan keyin bir odam shu qattiq to'yg'udek yoki shuni bir karvatkudek holatda yevassa, tomoqni bir qatam, u vaqtida o kərlib qilib, ondan keyin yesa to'ymaydigan. Chunki uning to'yish sezimi shu oshqozonning mesela bir hassiz, ikki hassiz to'shqanda mayli suyuq tomoq bo'lsin, mayli qo'yoq tomoq bo'lsin, bir hassiz qolgan vaqtida to'yish sezimi ketadi insonning mingisiga. Shu chaqda to'xtatish kerak aslida. U yana to'xtatmay yevatgandan keyin 3 ta hassizning hammasi bo'lib bo'lganda patmay, u yana kərilgandan keyin yana 3 dan 2 hassizga qatava, silo xaltadan kərsak, yana bitki saqqandek. U yana yeydi, yana kərladi. Shuning bilan buni qanday qildi desizlar? Semrib ketib unda adam. G'ayri-tabiiy holatda semrib ketib, baksat semrib ketib. Onu az yang deb to'shat qilib bo'lmaydi. Chunki u az esa to'yish sezimiga ta'sir qilmaydi yegan narsa. Chunki 3 dan 2 qismi to'shqanda ondan to'yish sezimi ketgan normal holat shu bo'lgandan keyin to'yish sezimi kelmagan yeni yer mantaqa to'ymadim-ku, to'yg'ida yemedim-ku deb. Hozir yanada qanday chiqdi sizlar? Bog'laydigan chiqdi o'namda. Oshqozon bo'g'dirish degan bu shu oshqozoni kərlib ketgan odamning hozir sizlar so'g'an savolning naq o'zi shu. Kərlib ketgan adamning oshqozonini sal bir bo'g'ab qo'yamiz deb, qo'saqdan tishib 3 dona teshikni. Birda chiroq yanadi uning. Birda nima kiradi? Pichoq. Yana birisi qisqach kiradi. Ash bir donalik eshikni bog'laydigan tasma bor. Ash tasmaning nimaga aylanib ketayotgan, go'shtga aylanib ketayotgan tasma yasab, u tasmani qo'saq ichiga kiygizib, oshqozonni bog'laydi. Ash bo'g'ab qo'yamiz hamdana. Bo'g'ab qo'ygandan keyin u odamning kərlimitgan bir purjun sap qo'ygandek turib, yesa sezim to'yish sezimi paydo bo'ldi vaqtidan ozaydi deb. Bu Uyg'urda necha odam o'ynab bo'g'dirayotgan. Hozir bo'g'ish operatsiyasi dunyoning har qaysi joylarida qilinyapti. Bular bu Xitoyda bak ko'p. Rahmatulloh olsun. Avayim shu oshqozon to'g'risida to'g'ri ko'rib, qisam 150 kilo kildan bir odam bor ekan, shu maxsus to'g'risida kichik program qilgan. Oshqozonimni bo'g'dirdim turgan. Bo'g'dirgandan keyin 150 kilodan 6 oyda 80-90 kilo tushibdi. Ya'ni bundoq odam bundoq bo'la qolibdi ekan. Bundoq qism bo'ldi ekan, ziyonliqmi deb sizni so'raydigan unutib qolibdi ekan, yaxshi dedilar, Alloh razı olsun. Endi o'zimizning gapiga savolga qaytib kelsak, shu oshqozon kasalliklarining bo'libmi, shu Istanbulda yoki boshqa davlatlarda bo'lsin, ko'p uchraydigan kasallik to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsa va buningki davolash usulini deb bergan bo'lsalar. Nima qilib oshqozon hamda baya ablatacım degandek inson ozuqliqsiz, ya'ni ozuqliq moddasiz hayot turolmaydi. Hamda ozuqliqda inson badanida ozuqliq kam bo'lsa, bir mag'dusizlik yoki undan ig'roq bo'lganda kasallik ma'lum bir a'zoga yetmay qolsa, ozuqliq shu a'zoning ojizligi kelib chiqadi hamda. Shunga buningda oshqozon bak muhim a'zochu. Şuna bizden Uygur tibavet alimleri, ustazlarımız ilgirden tatip kiselinin 5'i zukam dese verse kiselinin 5'i aşkazan deydi. Neymiş ki aşkazan aciz olsa, aşkazan kisel olsa beden kisel olur deydi. Neymiş için aşkazan deyler hep onun mekanizmini sorsak çünkü insan bedeni uzuklukla muhtaç, uzukluk anda biz yiyen perdede, yiyen halette bedenge sığmaydı. Onu şuna biz yemeklik deymiz. U aşu bayağı degandek aşu çişninki çaynap yumuşatışı, bu yerdeki bezlerninki ma'lum derecede suyuqluq çıkıp bir onu yumuşatışı, onun dikin kızılın geçten tətür kısqırap aşqazanğa onu yetkizip bir işe aşqazanның fizikilik muşna bunda her xil her yanıza şu layıqırdıgan nima deydik, yo'q bence deb qo'ydik Xitoy. Şunu o'xshash hem o'ng'a, hem solga, hem tətürge, hem astıga, hem üstüge Muşna hareket kılışını fizikilik hazm kılış deyimiz.
Anadaki xemilik azmi qilishchi desa, şu aşqazan bayı degan qavatlardagi bezler her xil suyuqluq ishlab beradi. Aqsilni eritadigan suyuqluq, qandni eritadigan suyuqluq, endan mayni eritadigan suyuqluq deb. Aşuning hammasi qo'shilib, endan keyin aşqazanda o yemeklik pishidi. Pishqinni bir tarafdan şu aşqazan chiqish og'izi orqali 12 barmoq uchayga şu nimadan utuluq chiqib berdi. Utuluq. Hammasi biraqlam chiqmaydi onun. Ya da biz ağzımızga bir narsa selip çaynasak, mesela yutmayman desek mi, yutulup ketadi hamda. Yutulup ketkende ne bağını dese, ağızda çaynap yumuşağını biz tabii halatta yumuşağını yutuludu. Kattıkları anda zorla yutmasak tabii yutulmaydı. Aşının okşaş aşkazandımı hazım bağını bir taraftan türküm kuşuk değilim de kuşuklap 12 barmak uçağa çıkıyordu. Hep kalğanda yine aşkazan devamlı kaçıyor. Ya la yugurgandek yugurup qaysi maddasi, qaysi suyuqliqqa, qaysi permanenti kam bo'lsa, ashuni to'liqlab, nihoyat voyaga yetkazib, 12 barmoq ichiga chiqarib berdi hamda. Endi mushu chiqish orqali nima bo'lmoqchi desa, bayda davlat tajim mushu og'izdagi tishdan tortib, qizilongach, oshqozon, undan keyin 12 barmoq ichak, undan keyin oshqozon osti bezi, o tarafga kelsak, jigarning ostiga esib turgan o't xaltasi Ciğer işlep çıkaran öt suyuqluq hammasi aşı biz yegan yemeklik gelen 12 barmoq uchaydi uçqunşup aşağıda yana bir qatım yuğurulup endan keyin qon tomirlar orqali uchaydagi qon tomirlar orqali uchayga tortilib bu yerdan jigarga berib jigarda ximilik holatda bioximilik holatda o'zgarish o'tadi. Avla fizikalik ximilik jigar o'rnidagi bioximilik o'zgarish Aşında mürekkep özgürlükten keyin bedende butkan narsa xelit. Uyghur tibabeti boyunca 4 xelit. Sapra xeliti, kan xeliti, belgam xeliti, savda xelitine ibaret 4 xelit hasıl oldu. O xelittin içinde biz yegan narsanın hem terkibinin cevher kısmı mücessemlengen bir aletki suyuqluq hasıl oldu. O suyuqluq ne mədəsə kan tomirimize iqavatqan kan suyuqluğu. Kan suyuqluğunun içinde ben yuqorda degan 4 xelitnin hemmisi var. Bu 4 xelit tabii halatda bolsa insanın sağlam yaşaşı için sağlam yaşaşı kapalatga ega bo'ldi. Meni yurak jigar hammasi. Çünkü onun tabiiy holatdagi xelitga muhtoj o. Çünkü tabiiy holatdagi xelitda hamma narsa bor. Hamma tarkiblar bor shunda. Shu oqsil va qanot va may va vitaminlar va mineral moddalar va suv va undan boshqa bedende qancha xil tarkiblik narsa bo'lishi tegishli bo'lsa, hammasi to'liq bor. Ammo ma'lum sabablar bilan Yamuş ağızga şölge obdan çıkmadı. O adam aldırap tabak yivattı. Abdan çaynama yutuvattı. Yaki suyunu az içip, miyerdeki suyuqluq az çıkıp kaldı. Yaki onun koyuluq az çıkıp kaldı. Aşkazan olganda aşkazanın meni şunda oldu hem de. Ya artık çıkıp kaldı, ya kam çıkıp kaldı. 3 ay vermekçi olan suyuqluq ne? Aşkazan az tepez vermekçi olan suyuqluq ne? Öt suyuqluqa vermekçi olan suyuqluqның ya miktarı da, ya ki onun süpte terkibi de, ya ki onunki başka bir narsa ilişip kap mikrop zehirlengen bir terkiple koşulup kalsa o çağda başlanır keselemde. Muş aşkazan kesele aşkazanğa bir tamakka dikkat kılmay bayesiligende tamak töpsü tamak yevasa. Normal yemeği cak yevasa. Ya ki ben uruklaytkan adamdım dep Türkiye'deki her tipli iken 72 saat aç kılın, 3 aygaç aç kılın, manç gün rozu tutun deyistan teyipli eken bir yerde. Aşın okşaş neç günlep, oylap tamak yemese. Sonulam içip onu bunu yap. Azisi mi, cıkisi mi, aynı zehirlik neslini, buzulgan neslini, tabi olmayan neslini, sün'i neslini, soğuk neslini, bek kızık neslini, bek açık neslini, bek kattık neslini. Bek tatlı neslini. Tatlık neslini, yumuşak neslini, bek kattık neslini, doğumluk bir xil aşna buzuk neslini, buzulgan neslini, ya ki tabi olmayan neslini ise o vaxtıda men yukarıda degen, İnsan bana dedi ki biz yiyen bir işlem aş ya ki bir işlem nahan 200 xildan artıq reaksiyaga kirishgandan keyin andın bay ablatacım degan qonga o'taliydi. Qonga o'tmasa, hujayra to'qilmaga o'tmasa bizga foydasi bo'lmaydi uningki. Chunki qonga o'tmay hech narsani foydalanmaymiz biz. Shuning uchun uni do'stixonda turganni yemaklik deymiz.
Nimede toğunne, halta, tağada toğunne, açlık, yemeklik desek, dostağın kâgende gıza deyimiz. Çünkü o pişirilip kâgen. Şuna meyvecivini pişikaş deytayın. Bizim Uygurlar. Örp adetimizde pişikaş. Alman eşbet, eplam yegil otqa halde pişikaş. Pişikaş degenden nima degan gap desa, gıza. Haltıda çağda yemeklik. Dostağın kâgende gıza. Ondan keyin biz yep qo'saqqa kelgandan keyin biz g'izo yeb qo'saq to'yda, tamoq yeb qo'saq to'yda degan gapni ama u tamoq holatida, g'izo holatida, yemeklik holatida bizga foyda qilmaydi bu. Shu men boy degan 4 xildan ortiq reaksiyaniga kirishib, qonga o'tganda bioximiylik o'zgarishdan keyin, iningdan keyin bizning badanimizga foyda qilgan narsaga aylanadi u. Uningcha u foydasi bizga foydasi yo'q uniki. Şu kanı ötküçe boğa aralıkta biz bay degandek boğmaytkan, bozuk nerse, soğuk nerse, açık nerse degen, buzup kalgan nerse degen, ya cık yapsanız, az yapsanız degen, hemmeye dikkat kılıp, şunu kanıga apranmasak, binimisi kan, binimisi artık, tuzu kan, binimisi artık, açık ziyade ya ki binimisi artık, ya soğuk artık bulup gidip basa, birinci kıt karşı aşkazanın mizacı bozuldu. Biz aşkazan mizacını bozuş ne? Uygur tibabetinde soğuk, quruq ıslık olsa quruq soğuk deb 8 türlü bilimiz. Ama çoğun cəhətdə 2 türlü bilimiz. Islıqdan, soğuktan aşkazan mizacı bozuldu dedi. Eğer soğuktan bozulsa, aşkazan hazmisi acizlap qaldı. Soğuktan aşkazan mizacı bozulup qalsa. Islıqdan bozulsa mı? İştahası tutuludu, höv peyda oludu, ağrıydı, bir aram buludu. İşte binası yigüz gelmeydi, xosq aç olsun mu? Yeydep, ekep bulap aldığı, ya yiyemeydi, müjna bir kaşal peyda oldu hem de şeyden çatık çıktı. Hem de o mizacdan, ıslıqdan ya soğuktan bozulgan çağda, ıslıqdan bozulsa soğuk, soğuktan bozulsa ıslık. Binasını yap, ya ki doğra, ya şu bizge oxşaş tüyüpnün məsləhəti deyilən, ya ki doktorun məsləhəti, doktorlarım da ısıq soğuqni amdan arı bulamaydı həmdi. Bizdə ısıq soğuq, yiyən nərsinin ısığı, soğuqı, aşqazanның müzacının ki, şu vaxtki əhvalı qalab, aniyan, maniyən, muzulğan bolsa, su yanıp qalğan bolsa, maniyan, su qızıb, içişqan bolsa, maniyan deyilimiz. Aşının oxşaş təngşi olsa tügüdü. Əgər tügütənməsə, o vaxtda da aşqazan müzacının maddalıq özgörüşü, maddalıq buzuluşu olab, 4 xilitdən bozuldu vaxtda. O soğuk ayadı qilib, onu ısıq olsa soğuk olsa ısıq qılsaq tügütdü onun şey. Bəzidən ki şuna qetqiçin deyimiz, şu çağda. Amma məsələn Saudi Arabistan'da həcc qılıb ağayada, anda olab qaldın, bunda qılıb qaldın, təmrindən için, cüzü suyu için, gaz suyu için deyimiz biz mi onu? Mirajına yiyen, bingor yiyen deyimiz. O doğap için deyimiz. Hemişe anda ısıq nəsilini yiyen, soğuklu iman demeydi teyip degen. Ama onundan ötep ketkendikin Sapra xilitinin özgürüşüdün boğan aşqazan keselliki, Belgam xilitinin özgürüşüdün boğan aşqazan acizliki, Qandın boğan aşqazan acizliki, Sevdadın boğan aşqazan acizliki de bilek ismi var onunki. Aşı isim bu içi devletimiz uçaq demde. Qaysı xilit aşqazanın müzayını buzgan bolsa, biz şu xilitini biri tanışıyımız, ikinciden püşürtmüz, üçüncüden tazlayımız, beden çıkırtımız onu. Şununla o estek etti. Eğer bunu da ben de okumay, aşkazan ağası ağır fazla o içse azpaz onu bunu yap soda içtim, onşaldım deyip aynı ödep geçse, o terakki kılıp aşkazan uçakta o yalı odandı. Anladın, birinci derece sokaktan mecazı bozuldu, ikinci derece kalittin bozuldu ama üçüncü derece vakan çakda aşkazan yalı olandı. Hem de yalıqlanğan çağda ne buldum dese o çağda biz anda xəlitni tanışayış bilen onu tazlap koyuşumuz bilen o sakaymaydı. O vaxtda da biz yalluq qaytırtqan küçlük de arkadaşlık doğru gitti o aşqazan yalıqlanğan dikin pinası yigis gelmeydi. An yeymen dep zola yisim o aşqazan püydülüp, içip, ağrıp en dikin iğraq boğallarda belgam saman yoki belgamga o'xshaytgan yoki olmaydi yağ o'xshaytgan, yağ saman. Ba'zida qon saman binasi qaytirdi, yandırdı onda kesel. O shuni yandırmog'icha qat'iy o'shalmaydi. Ba'zi joyda qon aralash qusudi. Enadan keyin og'riydi oshqozoni. Oshqozon shu udili yuqorqi qo'saq bo'shlig'ining o'ng tarafga moyil dedi u bayani. Aşağıda og'riq paydo bo'ldi oshqozon udilisida. O og'riqni yana og'riq pasayish dorisi bilan o'ngshab bo'g'lamaydi. O'ngshiladi oshqozon og'riqini. Ammo o'ngshalgan bilan o yara Teltük nime? Yallık teltüküz kaytırvatmasak,
Yeydiganını yep, yemeydiganını tosap, perez kıldırıp, bunu kaytırıp yapmasa, bu vaxtta da abay birinci sokaktan, ikinci kalitten, üçüncü yalluk, hem de dördüncü derece geldi hem de. Ama uçağının boldu hem de yara. O yara olan çağda aşkazanının adesapta iltihabı me'de dedik, yani aşkazan yalluğulunuş. Onun da müşünde bir aram buluş, ağrış, höv oluş, könglü binası tatmaslık, bazı çağda kusuş, yağsaman kusuş, o neme zaman kusuş dep, kusuş, belgam zaman kusuş degen gökşeş. Onun ötkenden keyin yarı oldu. Hem de yarı olsanın buludu desa, aşkazanının yukarıda degen 3 yıl katlamdaki tokulmalarının aşı buzuldu bende tokulmalar, buzuşka başlaydı. Dastlapta yallık olgan çağda şillik perdesi buludu. Onundaki içki perdeleri ötüdü. Onundaki deşk ötüdü. O hem perdeleri yarı olup hem perdeleri terakki kıp kalsa o kanaydı, yırın çıkırdı. Aşı aşkazanның yarı olgayya. An teştin anda sınıt ters sınıdığan açık düşman neslini mesela laza, açık su, rampiza, lempong, enodun başka karmoç, akmoç, zencibel, katarlık, zerdeçal katarlık açık nersi, ya ki açık nersini sağan yemeklik neyse iç edemdi uçakta. Adı hesapta ağır falan toktadı o, ağır itti. Hem de hazır içip yanıda şu, ottu köygende yanıdı. Yenişten bile kan kaykılışı mümkün, kusqanda kan kuskusuya. Anından keyin kanaydı. Kanaganda o adam bilemeydi onu. Kanıgı ne? Aşkazan diyen, Üçeyinin üstü doğandı ki, 11 metre üçey bu. 11 metre üçeyde şu yegan yemeklikniki pesapları minip, teret şekillenip, maqaten çıkıp oğucu 11 metre aralıkta onu şu kanımı eliştirip, şeyle, dömüldüm hareketleri, aşkazanın her kadar hareketleriyle onu eliştirip teretini karıranlık kıp koydu. Karamtol halette teret kıptı. O adam ben karamtol teret kıp demet, karamtol binası yegende yıkıgan dep, ya karıcımı yaptım enken, ya şatut yaptım enken dep, bilek birimi atıp koyap, ya atamak sel köp getip diken, ya can yusağı atamakta aşı çakı dep kalıdı o. Emniyette o adamda tuğansı uruklaş, ama kansızlık, kan azlık, baş kayaş, köngü hövulaş, unutkaklık katarlık, burun monca işle şekillen adamda onundan. Aşkazan devamlılık ağrıydı o. İçşidi o. Antakı tamak yesem içş toktu de, tamak yegende o yarı olap boğanda, desaptı yallık çağda, ya ki aşkazan yallığı olsa, aşkazan yarısı olsa, tamak yep boğucu ağrıydı. Aşkazandan emez teki 12 barmak şeyge aşkazandan çıkışa kızı koyup kaldı o yara. Ben cık kuşa etkana hazır. Aşkazan 12 barmak şeyde hem aşkazanlığa teve hem 12 barmak şeyge teve yerde yarı kürülüş nispet 90% boş yarın açıda. Anlağanıken o xalqlar hem aşkazan hem şeyde yarı olap kaldı dediğin gap. Tamak niye 2 saatten keyin ağrıydı. En az 1 saatten keyin ağrış başlaydı. 2 saatten keyin ağrıp en yukarı perdeye çıkıyordu. O vaxtda da azırak benim yap koysa ağrık pasip kaldı. Çünkü ucağda tamak yegenden keyin nemi toxtab hizmetten. 12 barmak şey azırak asılıtıp hizmetine. Yeniden kiygen tamak ne hazbı qıtqanğa ayın ketdi daha küç. Kuvvetli ayın qamadı. İşte onlar ayasal pasaygen diken bu adam men azırak tamak yesem ağrıkım pasitken dep her qıtım azırak tamak yapqa. Şunundan tamakni anda silip bizdek şu vaxt 4 saat arı vermey. Şu 2 saat bir qıtım 1 saat bir tamak yap. O demestem tamak tertibini bozuyordu o vaxtda. O vaxtda neme çıqdı o dese? Mesela aşkazanda bir tamak yap 1-2 saat tuğandan keyin. Aşkazanның hemen asiller edişip 12 barmak şeyge çıqagandan keyin. Iyada 1-2 saat durup o başka qoşultqan aşkaza asli bezden suyuqlığı, ötnün suyuqlığı, aşkaza özü işlep çıqagan bazı kesiltalik, işharlik suyuqlıqlarını bizden xəlitlərimizni qoşap, inandan keyin şeyge yollasa, şeyde o irip şeyinin kan tumurlarından öteligidek bir derecede bir narsa buttu şunda mı? Normal adeta şu. Hem de o narsanın bir narsa qoşalmay qalsa onunla. Eğizden şölgeye qoşalmasa, kız öngeye qoşalmasa, ya aşkazanның, ya şeyinin, ya aşkazası bizden qoşalmay qalsa, abay biz degen töyüzden çıqıldı reaksiya kirişenmedi. Kirişenmegendeki ma'lum narsa irimay qaldı anında. İrimegen narsani üç şey tatanmaydı. Şeydeki kan tumurlar şümrenmeydi ona. Çünkü onun molekülleri çoğun.
yoki u o'titgan darajada emas bo'lgandan keyin shuning bilan u odamning badanida shu yeb turgan narsa kamlab ketdi. Oqsil kamlik, quvvat kamchilligi, menga uzuqlik yetishmaslik, ayollarda baliyatqu tuxumdanning xizmati nachar bo'lish, erlarda urug'dan xizmati bo'lanmaslik, farzand ko'rmaslik deganda burunmuncha gap chiqadi ham deyadi. Şunu bir yerdeki gap nima desa bu oshqozon bizning badanimizdagi shu energiya bilan ta'minlaydigan xom ashyoni pishiqlab ishlaydigan asosli bir zavod. Asosli organ. Endi bu yerda yaxshi voyaga yetib pishmasa, jigarmi uni anda ximiylik o'zgarishni yaxshi qila olmaydi. Chunki fizikalik o'zgarish ximiylik o'zgarishdan oldidagi ishlab chiqarish bu. Yaxshi ichimida jigar bilan ishlamadi. Jigar bilan ishlamaganda qon tomirda chataq chiqadi endi. Bu bedenge payda qilmagandan keyin, bedenge ziyonliq bo'lgandan keyin bedende nurg'un kasal o'tdi. Shunga musha hozir eng ko'p uchrayotgan kasalni so'radi mendan. Endi eng ko'p uchragani dedim, ammo undan boshqa rak kasallikmi, oshqozon rakimi shunda ko'p uchrayotdi hozir. Oshqozonning yerimini elib o'tibdi ekan, 3dan 1ni elib o'tdi, 3dan 2sini elib o'tdi deb keladi kasallar. Endi u ilgari ashadamlar shu hozir biz deyishgandek başta aşqazan mizacı buzulup qalğan, ondan keyin xilati buzulğan, ondan keyin yallığı olğan, ondan keyin yarı olğan, ondan keyin buludu rak degan. Aşqazan ösmesi aşqazan rak degan. Endi mushundaq jarayonlar xil uzun jarayonlar kasimi biz yine yenimizden etmey bazı insanlar endi sal qaratgan. Uni doktorlar bizning yurtda vatanda mashina doktorlar kasalni qo'rqitmanglar degan bir axloq var endi. Doktorning axloqi bu. Qanday qo'rqitmaymiz desa, sizning bu kasalingiz taraqqiy qilsa, rakulab qoldi desak xato. Chunki odam qo'rqitgan bo'lmiz, shundaymi? Ammo rakulab qoldi demay, mana bu yorug' o'zgarib qolishi mumkin. Degan gapni nima qilib qo'ymay, odamni qo'rqitmang degandan keyin qo'rqitmaychi deb. Oshqozonda yolg'iz ekan, lekin cho'ng emas. Jiq chataq yo'q. Deytgan. Ma doktor nima deytgan, avlim deytgan shu gapni. Bizning yanimizga kelgan kasallar, xuddi cho'ng kasali bor odamlarmi? Doktorga bordim. Çoğun mutaxassisga 3 oy randevu elib ambadim. Uni degan gapi cho'ng chataq yo'q dedi. Aşı gapni tutib endi. Cho'ng chataq yo'q demay nima deydimda. O tibbiy axloqda qo'rqitmang desa, anda deb qo'ysak tuqallar kelib yaqindan olsa, asini mening dadamni qo'rqitib ekan, shu qo'rqitgan yanqisi qon besim o'rlab ketib qoldi, uyqusi kelmay qambalab qoldi deb yaqindan olsa, haqorat qilsa, doktormi bizmi sırık istep, ilacı var çoğunu kiçik istep, kiçigini yok qilib, çoğun çataq yo'q, lekin diqqat qilsizlar deb, gapni nayt acizlashtirib deb qoldim. Shundaymi? Ma'vosalar oshqozon yallig'i bo'libdi hozir, yallig'i bu. Bunga diqqat qilmasalar yaraga o'zgarib qolishi mumkin, ammo cho'ng chataq yo'q. Diqqat qilsizlar deb qo'ymizkan. Yo'g'on desak shunday yaldirdik hamda. Ammo u odam doktor munda degan ekan deb, yina davomli endi ochiq narsani yegan, och qilayotgan tok jiq yeyotgan, go'shko'rda mantu xo'shang yeyotgan oshqozonda yallig'i bor, yarva turib. Endi mushunday ahvollar xalqimizda bor, ma Türk xalqining bor ekan endi u. Bizning Uyg'ur xalqining ham emas ekan, ma'lum bor ekan. Endi u yeni ba'zi odamlar taxi bizga munda nima da'vat etadi. Uni yemislar, buni yemislar, lozim yemislar, ma ochiq suv ichmislar, oshqozonda yarva ekan, rakka o'zgarib qolishi mumkin, endi cho'ng emas deb qo'ysak, yetqanni yeb 50-60 yil yashab o'lib ketgan yaxshimi hojim ya yemitqanda endi mani yeman ani yeman ma'qul deb 70-80 yil o aqcha o'lib qolgandan keyin munda gapni qilgan odamni ko'p anladik hamda biz ma'o hamda bir qaramliqda o qarab turib o'zining hayotini o'ylab o'zining hayotini o mayli 5-10 yil ortiq yetqanni yeb 5-10 yil ortiq yashaganda yetqanab az yashaq nima bo'libdi deyotgan munda sarang odamni bekan hamda o'ziga ziyonkashlik qilib bo'ldi. Ammo buni hamda diniy jihatga olsak, masalan, ziyon qilgan narsani ziyonligini bilib turib, shuni qilsa o'zini qastagan bilan, o'zini egiz binodan otgan bilan, o'zi dedibi o'lgan bilan hech bir cho'ng farqi yo'q uning. To'g'ri. Tamam, biz xalqimizga mana shuni demoqchimda. Hozir mesela oshqozon kasalligining oldini olish uchun sog'lom hayot programmasi nima deysizlar desanglar, biz deyotganimiz xalqimiz shu kasal bo'lishning oldida qattiq diqqat qilishi kerak. Yemek içmek qoida qonuniyatiga bo'ysunish kerak. Bizning payg'ambarimiz aniq deb qolgan 3dan 1ga tamoq yanglar, 3dan 1ga suv ichinglar, 3dan 1 bo'sh qolsin deb. Bizmi shunday da'vatimiz? Hozir qanmi shunday da'vat edim. Men boya dedim ana 3dan 2 qismi to'shqanda oshqozonning to'yish sizimi menga inkas qaytardi. Men to'ydim deb.
Endi o toydum deb sizim kep bolsa, yine mavi eşip kalmasın, israf olmasın deb yebetiş. Aşağıda eşip kalganı israf emas onun. Yivatqını israf da o. O degan o bakat biz axlat sandık olmasa biz aşqanız bilmez. Dama ona ayak qoyup qo'yish kechda yesi bo'ladi o. Yoki uni hayvonning haqqi bo'lsa, uning haqqi bor-da, hayvonga bersak bo'ladi endi uni. To'yib bo'lganda israf bo'ladi devlam. Yotib qo'ydigan yana birisi poloni yap bo'lganda suyoqashdan chiqib asli deydi. Voy qozoq to'yib bo'ldi ham desa, "Mening qo'sqi bilak." Ha, buni yeri yeri boshqa deb yig'izib tashlaba. Uni qo'sqi bilak emas-ku. Bizning ya hayvanlarga o'xshash ikki oshqozonimiz bo'lmasa, hayvonning ikki oshqozoni bor. Masalan, tuga qo'yilniki. Bunda olsak o biri yeb, aslidagi oshqozonga yemayma, topskiga yeydi o. Tası yeb bo'lib, ay tapqan chaqda, aramaganda yetib, ani yondirib akelib, og'ziga achiqib, yana bilak yumshatib, singdirib oshqozonga yutadi o. Uni ikki, bizning adaq emas. Bizning bir oshqozonimiz bor, uni qo'sqi bilak emas. Aşağıda yediğalı var da. Rahmet Allah olsun. Bulun muşu, bulun meninki boyuta vaxtlarda, okuğucu vaxtlarda bulun ma. Bu naştığı bay dikkat kılmaydığı işler batı, etrafımız vallahi ma naştığı bay dikkat ketmeydik. Ya yemisek de kosak aşıksın memez de, yemisek mi kosak iş ketmeydi demle. Aşık kılmaydı. Şunun ki ma aşı vaxtlarda aşkıdan pek ağır etti. Hem soğuk içinin pek içittik o vaxtlarda yaşmadı. Ağzım yaştı hem bu vaxtlardaydık. Pek bir özünü dikkat kılmap dikenmiz. Soğuk içilmek diyende içip, günde yaz olgan diken, kış olsun mu içip, yaz olsun mu içip. Pek dikkat kılmap dikenmiz. Şu vaxtında atып, aşkasında ağırışı battı. Keyin şunu toy olgandan keyin, keyin özünü sel dikkat kılıp, naçılıklı muqim kılgandan keyin, bu aşkasının ağırışı yuqap ketdi şu. Soğuk içilmek az içiden bulduk. Yani aşınaylık aşkasının öyle ağırıp kalgan, naçlık kılmaydıgan nurgun hal buluşu mümkün öteyini uflap. Ufmaydım da. Biz aşına küravatımız hazır. Mesela bayasıyla digende unutup kaptım o yüzden. Mesela biz aşkazan, üçay, cige, qatarlıq həzm sistemidagi a'zolarni shu ig'izdan, tishdan tortib 213 xil ismda qolsa, to'g'ri bo'lsa, 200 xildan ortiq reaksiya qatnashgandan keyin ondan u qonga o'tayotgan binasiga aylantira oladi biz degan narsani dedik. Bu mening gapim emas. Hozirgi fan texnikaning tajribadan chiqqan gap u. Endi miyada sizlar nashtiqiliqqa qolsa dilamda. Nashtiqiliq qolsa o'tdi desa, aslida nashtini qimsa bir kun, 2 kun qimsa kunab qotadimchu. Odam badanida biologik soat bor. Endi o oshqozondan chiqayotgan kislotaliq suyuqlik bor. Oqsilni eritayotgan suyuqlik bor. Oqsilni, qanitni, mayni eritayotgan suyuqlik bor. Shu oshqozon o'zi ishlab chiqardi uni. Binas kimisimi ishlab chiqardi uni. İşlep çıkargan chaqda vijje qo'saqa chiqqanday qilgani, o'shaning ishlab chiqarilgani u. Buni ishlab chiqarmasa ulama u yerda g'idiqlanib qoldi. Ani chiqargandan keyin biz binas yemasak, u binasi aralashmay qolsa, oshqozonning o'zini hazm qilib qo'yadi. Shu yalliq paydo bo'ladi. Nemishqa bakadimga oshqozonga bir lozim etdim bo'lmasa men, onda ochiq binasi yemaydim, yoriq ichmayman. Oshqozonda bunda yorva deydi deb keladi qadam. U nemishqa keladi desa, u aslida boshqa bir binasiga qo'shilib, shuni hazm qilgan, uni echitgan, uni parchalayotgan bir suyuqlik o. U agar ayol binas bo'lmasa, oshqozonga u quyiladi, uni bermoq uchun u quyiladi. Aşağının özünü hazm qiladi o chaqda. Shuningdan yalliq yara aşağıdan bo'ladi. Umu bir sabab bununla. Ammo biz yegan chaqda cho'g'disi, yegan chaqda binasi qo'shilgandan keyin oshqozon uchayga, 12 barmoq uchayga birtqan uning qo'yuqligi tuvallaytamdi, aniq qo'shilgandan keyin. Ama uningdan keyin yana ashunga qarshi suyuqlik ishlab chiqib bir taşı a'zo. Xos uningdan ishlab, o kislotaliq qanday ich tutgan binasini ishlaydi. Ayni biz qilib ich tutmayotgan yog'ni ishlab berdi aniga. Uning atrofini o'zidan hazm qilib olmasin deb yog'laydi uni. Endi ashunda igizpas, tamoq igizpas bo'lsa, nashti qilmasa tushkicha, kechda qo'sqa ichib ketib kundulik bu odamning badaniga ketgan ozuqlikni yetishmaydi unda. Men degan bir vaqt tamoqni ziyon tortgandan u. Tushda yedi Atiganni yemegandan keyin u bir kunlik xizmatiga yetmaydi. Kechda qattiq ochadi. Shuni bilan kaplab yeb. Endi uni sinib bo'g'ish to'xtaydi desa uyqusi ketib yotadi. Shuni bilan bu kasal boshdan degan gap. Shunga atiganda nashtini baldir qilish, kechda tamoqni anda bo'rda yeyotgan ishdan qutuladi. Chunki atiga yemegandan keyin badanning tigi ochilib qoladi odamda. Shu eng birinchi gap shu atiganda nashtini joyida qilish. Vaqtida qilish, miqdorini normal qilish. Tamoqning miqdori normal, turi ko'p,
aşkazan kasallikning oldini olish o'g'andiki bir şey demesek başka yerde sorun yok mu ne deyitgan. Biri ağız çaynap, qattiq çaynap yiyish, yumshaq çaynap yutish. Anda aldırab yemaslik. İkinciden miqdarini kontrol qilish, az normal qilish, 3'ten 1. Üçüncüsü nima desa, ko'p qilish, ko'p xil narsani yeyish. Bir adamning badaniga 30 xil mushqati men ulamalar birligiga bir sog'lomlik haqida bir maqola yozdim, ulamalar jurnaliga. Aşı chiqdi, ashunda shu gapni qilib qo'ydik hamda, shuni davoldik. Nima desa, bu oshqozonninki yitgan narsaning turi ko'p bo'lsa, uningdan chiqitgan kimik tarkib bu ko'p bo'ladi. İnsan badanida hamma tarkib bor bo'ladi. Şu miqdar 30 xildan kam bo'lib qolsa, bir odamning yitgan narsaning turi aşında bedende kesillik paydo bo'ldi. Rahmetullah olsun. Şu naştıqı mağallının tolusunu keyinchi sürüştü qilsa, ötkü taş tushib qoldi ekan. Ötkü taş tushib qolgan kasallardan so'rasa, sizlar naştıqı qilmamdilar zaman tolusa, naştıqı qilmaydim deydi ekan. To'g'ri. Keyinroq qildim deydi ekan. Naştığı O şu tecrübeden ötken bir açık savak oldu bu. Aşı naştıqı qilmaslik ötkü taş tushishga sababchi bo'ldi ekan. Aşkazanın bir düşmeni naştığı qilmaslik sen bu ekan unda olsa, eng chong düşmeni. Uyquni atdiganga chalib uxlayotganga odatlangan odamda bu shu ahvol bo'ldi. Bu tomoqni yeb bo'lib yotay demayotgan hamda u. Namoz o'qlab yotayotgan, an soat 9-10da qilib o'tgan. An hele 3 saat ya 2 saat qatgan shu tomoqqa, shunga ozoq yegash yetgan. Shu ozoq yeb an keyin yemayotgan. O şu. Bir de şu etlilikse küçük bir gençler şu tamam yiyiz gelmeydi. Şu tamam küçük lan gap. Aynı şu tamamını küçük bir genç keşi tamamım küçük umurundaki diye lan gap. Şunun ulan. Böyle bir işte var. Bir günlük hayat o bedene katı ziyan uçuraydı. Bir şey programımızın ahırlığım kep kaldık en ahırda mı şu ailede aşk azınımızınki şu yaxşılık için mesela ağrıdığın insanlar var dedik mesela. Yaşta buluşu mümkün, iş çoğunluğu buluşu mümkün. Köp uçuradan kesehlerden şu aile kana davalan buldu. Şimdi baytın aşkazan keseline dedik ayna. Aşkazanның dastlabki mizacı buzuldu. Onun degen xelite buzuldu. Onun degen yallı oldu. Onun degen yar oldu. Onun degen rak oldu dep muşa palampe şekillik boldu dedik. Hem de bunun aldığını eliş için birinciden yana da aytganımız tamaqninki vaqtiga diqqat qilish lazım. İkinci miqdariga diqqat qilish lazım. Üçüncüden türüge diqqat qilish lazım. Ana yana birisi muşo jiq adamlar tamaq yeb turib su yoki choy ichib yeydi ekan. Bir tomoqni bir yutum elib og'ziga bidam chaynab yo choy yo suv ichmasa yutanmaydi. Bu ashundoq kunab qolsa qanday bo'ladi desa, mayadagi bazda ishlab bermaydi suyuqlikni obdan. Chunki bu suyuqlikni o'zi sirtdan akigandan keyin ashuni bilan yutqashtiring deb bu bazninki suyuqlik ishlab chiqarish tuvallab qoldi. Shunga bazdan suyuqlikni qo'shilmagandan keyin uningga u tomoq sig'may obdan. Ayda qo'saq isitgan ayda shulab qoldi. Shunga shu chaynab aldırma yeyişke dikkat qilsa şu 3 narsamni. Miqdori normal, sifati har xil, turi ko'p, anadan keyin usulga dikkat qilish. Anda yeb turib ichmaslik, tomoqni yeb bo'lib, yo oldida ichib o'tish kerak. Ichgan narsani tomoq yeyishdan ilgari. Ichib bitib, an tomoq yesa yaxshi. Chunki u badanga singib, shu ishlab chiqarmoqchi bo'lgan cho'lgay bazga aylantirib uni. Yoki yeb bo'lib en az yarım saat ötkende yiginde yaxşı. Nima ishki suyuqlikni. Hem de aldın elish uchun qanaqamizda mesela aşqazan dastlabda buzuludi, islidi, ko'ngli binas tatmaydi, o'lidi. Ashna ahvol bo'lganda aşqazanni quvvatlayotgan yemeklikni yeyish kerak. Onun biz en yaxshisi pinne. Zira bizning Uyg'ur madaniyat, tamoq madaniyatimizda bu shu suyuq tamoqqa pinne saqmiz. Mesela çöçüre, çorpa, dama, suyuqaş degandek suyuq tamoqqa ko'pincha o'sha pinne sap yeydigan odat va ening degan qo'yoq tamoqqa zira. Dama, mesela qiymaliq tamoqlarimiz zira, qarmuch soatimiz endi. Dama, kavoblığa. Hem de ashunga o'xshash narsalarni damlab choyga ichib olsa, buning eng birincisi pinne, zira, badiyan, rum badiyan, darcin, kavzak daçini, karmoç, zencefil, pilpil qatarlıq muşu narsalar aşqazanni quvvatlayotgan narsalar bu. Ama men deganlar hammasi tabiatlik narsalar. Hamda soğuqdan bozulib qolsa, muşu narsalar
nait muvaffaq etdi. Çünki aşqazanın mizacı öz soğuk. Soğuk olğandan ki issiq narsa aşqazan fayda qiladi. Mush narsalar asosan. Am issiq ishib ketib qolsa-chi desa, uni issiq ishib ketib qolganda soğuk tabiatlik narsani yeyishimiz kerak. Onun uchun eng yaxshisi aynalı murabbasi. Bizning shu Uyghur medeniyetinde, yemek medeniyetimizde şu nima bor? Aynalı murabbasi, ondan keyin mao g'o'r murabbasi, biz g'o'r murabbasi deb qo'ygan odamni jiq botdi bizimda. Nima jinasti murabbasi, olirihat murabbasi degandek bu tushmal narsalarda selib olgan murabbani shu chaq deydi. Issiqdan ichib qolganda. Issiq ichib ketib ashqazonni bulab qolsa, undan boshqa qataqimda, do'g'ab. Andan keyin nima soğuk meyveninki suyu. Şu gula, qoq deganga o'xshash narsani chilab ichadigan odatlarimiz. Shular hammasi shu bizning oshqozon nasrash narsalari. Endi shu narsalarni masalan biz Xotan'da shu Chuqur bozor deydigan bir bozor bor, dehqonlar kelib yashadi, o'tirib. Murabbo sotib tashladimlar. Onun murabbasının içinde bir murabbası var, alma murabbası var, ananın şerbeti var. Ondan keyin aşu pindigulqini, encür murabbası, ditqan, aynalı murabbası, ditqan murabbalı var. Şu adamın özünün mizacını bilgetke, yaşayanbe günlükte bir gün bazar oynağıda kelgende giyden elep, aşu darvarçığı bir tumanınğa siz 2 koylak ya 3 koylak, murabbalarınızın eppirin, könem oynayıp deydi, tamak yegim kelmevatıdı, nimem ko'nglim qaynab nima qilib qoldi, qarong'ulab qoldi desa, endi ba'zi odam zadam qaynab qoldi. Oshqozon qaynashni zadam qaynab qoldi. Zadam qaynab qoldi. Menga shunga foyda qilgan murabbo gulqallaringizdan biring desa, tep biladi uni tep. Ana kesiplam nimasi abqab zat abdan qajiqilib, anadan bir ilm, bir murabbosan bir ilm, aynalı murabbosan bir ilm, gulqandan bir ilm, amin ishtar bir ilm elib, an tepskimda yapıp Mine lebbersen hiç bul oldu 3 koy ya 5 koy. Ani eşyada oturup yep. Hadi kom çıktı çıktı. Demek muşula aşqazanın muyunda asırgan. Biz muşuga basak oturup muşu bizden aş konu adamlar aynı 100 yaşqa 120 mesela tudacım sampulluq hem bilen bileti Xotanның içinde. 127 yaşqa kelip ölüp ketdi aşedem. Onun oğlu Abdug'upracım deganli ba şu vatanda. O adamlar nima qilgan adamlar desa, mushunda o'zini oshqozondan tortib asirgan adamlar. Biz bu asirasak, endi men uni Alloh tutib bo'lgan umrini uzartadi demoqchi emas. Bir qerisimi bir jonliq qerisa, dema, sog'lomlikqa diqqat qilgan odam qanday o'tadi, kasal bo'lmaydi osonlikcha. Kasal bo'lib qolsa, tez saqaydi. Shundami qerisimi anda laqasham bo'lib ketib qarimaydi. Sal jinova, ma niyozdamolamdek aqli o'sha joyida qaraydi. Demek muşununuz ne kat kısa halkımız demekçi benim. Rahmet Allah razı olsun. Köngül söz. Rahmet Allah razı olsun. Onda biz bugün mü aşqazon to'g'risida bütün kasalliklarni ve aldırıcı usullarni mine sizden ikkilerini ağam oldu. Allah razı olsun. Onda biz bugün programı işleyecek kısak. Teşekkürler köp rahmet etimiz. Biz rahmet etimiz. Ekran aldık aziz görmeler. Bugünkü programını işleyecek kılımız. Bugün mü yine aşqazon kasalliklar to'g'risida ait tafsili kasalliklar to'g'risida davoniy usullari oilada qilib keladigan har xil usullar to'g'risida ustozlarimizdan oldik. İkisiga ko'p rahmat etamiz. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mishacha bo'ladi. Inshaalloh kelar qism program ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.